Endilikda mehnat migratsiyasida bo'lgan fuqarolarga subsidiya va kreditlar ajratiladi. Hukumat qarori bilan tasdiqlangan nizomga ko'ra, subsidiya va kompensatsiyalar xorijda ish elektron dasturda ro'yxatdan o'tgan va tashkillashtirilgan holda ketayotgan fuqarolarga quyidagi xarajatlar qoplab beriladi. Chet tillari yoki kasb bo'yicha malaka imtihonlarini topshirish xarajatlarini qoplash uchun ular imtihonni muvaffaqiyatli topshirganda va sertifikat olganda bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravarigacha. Xorijda mehnat faoliyatini amalga oshirishda ishchi vizani rasmiylashtirish xarajatlarini qoplash uchun bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravarigacha. Yo'l chiptasini xarid qilish bilan bog'liq xarajatlarni qoplash uchun bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravarigacha miqdorda. Nemis, ingliz, yapon va koreys tillari bo'yicha kamida B1 yoki unga tenglashtirilgan darajadagi xalqaro sertifikat olgan bitiruvchilar eng ko'p bo'lgan 50 nafargacha o'qituvchiga 50 million so'm miqdorida pul mukofoti beriladi. Vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun tashkillashtirilgan holda rivojlangan mamlakatlarga chiqib ketayotgan fuqarolarga Markaziy bankning asosiy stavkasidan 4% bandga yuqori stavkada 2 yil muddatga mikrokreditlar ajratiladi.